Xo'sh, bizga nima yetib keldi ekan? Bilsangiz, men ish qurollarini kursimga yozilganlarga bepulga beryapman. U ham yetmagandek 2-3 kun oldin men kursimga yozilgan qizlarga mana shunaqa shtativlarni faqat 15 tasiga qo'shib beraman bepulga degandim. Uchun 15 ta shtativlarimiz yetib keldi. Bularning ko'pligini qarang, mazza bilan hammasini faqat shu o'quvchilarim uchun zakaz qildim, o'zimga bor. Bittasini ochib ham ko'rdim. Buning vazifasi astini stolga qo'yasiz, tepasiga esa telefoningizni qo'yib, bemalol taqinchoqlaringizni videoga olishingiz mumkin, darslar yozishingiz mumkin, xuddi mendek. Masalan, bugun o'quvchilarimga pochta bilan ketadigan shtativlarni ajratib oldim. Ular soni hozircha 7 ta va 8 tasi o'z egasini kutmoqda. Bundan keyin kimlar to'lov qilsa, ularga ish qurollari bilan birgalikda shtativlarni ham bepulga yuboraman. Bu taraf ish qurollari bilan chiqib ketadi, bu taraf endi yangi egalarini o'zi topadi. Kursimga yozilib, hunar o'rganing, ish qurollari sovg'aga oling va sotishni ham o'rganing mendan.